Bemorimizda asosiy problemamiz tizza bo'g'imizda diagnozimiz osteoartroz kolenных суставов hamda bizda осложнение bergan разрыв заднего рога медиального мениска 3-stependa. Kelgandagi og'riqlari o'ng tizzaga bo'lgan, harakatda cheklanish bo'lgan, hojatxonada, tahoratda bizda og'riqlar bo'lgan. Mana bugun biz diagnozini qo'yib, lecheniyalarni olib boryapmiz. Holatlari yaxshi tomonga o'zgaryapti. Dalshi bemorimizni o'zlari aytib berishadi kasalliklar to'g'risida. Mana meni kelganimga 3-kun xudo xohlasa, bungacha qadar 2-3 joylarga borib ko'rindim, davolandim, meni vahimaga solishdi. Shunaqa tizza yemirilishdi, o'zim ham tushkunlikka tushib qoldim. Endi oxiri shu yigit ro'para qilgan ekan, chetga keldim, mana 2 kunda unaqangi jiddiy nima ham yo'qdi. Meni ko'nglimni ko'tardi, rahmat shu o'g'limga. Tahoratda ham qiynalib, o'tirib turishlarga ham qiynaldim. Kayfiyatim ham hech ham yaxshi bo'lmadi. Rosa ham. Endi mana Xudoga shukr, hamma yo'g'im yaxshi, og'riqlar qoldi. Rahmat deyman. Bu shifoxonani tashkil qilganlarga ham, shunchalik chiroyli sharoit qilishganlarga ham men rahmat deyman. Ilohim bunaqa kasallar ko'paymasin. Agar mabodo shunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu joylarga kelib, mana shu yigitga kelib murojaat qilib, dardlariga shifo topib kelishlarini istayman. Sog' bo'ling.